Karyeristkalar, ya'ni martaba zinapoyalaridan ko'tariladigan burch vakillari erkaklar hamda ayollar. Bular qaysi burch vakillari ekanligini bilasizmi? Aynan tog' ichkisi burch vakillarini orasida bunday insonlarni juda ko'p topishingiz mumkin. Agar ular bir harakat qilishsa, martabalari baland bo'ladi, chunki ular aynan karyera uchun yaralgan insonlardir. Hamda parizod burchi vakillari, ya'ni sumbula deva. Ular ham parizod tog' ichkisi aynan karyera uchun yaralgan insonlardir. Ular mas'uliyat bilan ishga borib, ishlarini hattoki dondirib qo'yib, ularchalik hech qaysi burch vakillari bunchalik ishni ustasi bo'la olmaydi. Aynan tog' ichkisi va parizod burch egallarini. Karyera zinapoyalaridan oson ko'tariladigan burch vakillari esa hech qanaqa mehnatsiz, shunchaki tepaga chiqib ketadigan burch vakillari, bular buzoq burch vakillari. Ular tabiatdan tug'ilishidan qandaydir bir komfortda tug'iladi yoki oddiy oilada tug'ilgan taqdirda ham komfort ana shu buzoq burch vakillaridan boshlanadi.